Assalomu alaykum barchangizga. Videomga xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz qalay do'stlar? Xo'p, bilgan bo'lsangiz kerak, kecha O'zbekiston milliy terma jamoamiz Jahon chempionati guruh bosqichi 3-tur doirasida Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi o'yin o'tkazdi va unda 3-1 hisobda mag'lubiyatga uchrashdi. Keling, bu o'yinni ko'rib chiqamiz va undan oldingi ikkita o'yin bilan ham tanishib chiqamiz do'stlar. Hop, bu o'yinga keladigan bo'lsak, to'g'risi o'yinchilarimiz yaxshi o'ynashdi. Aynan birinchi taymda ko'rgan bo'lsangiz kerak, himoyani ajoyib qilib zichlashtirib olishdi, hujumlarda juda ham faol o'ynashdi va birinchi zarbalardayoq gol urishdi. O'yinning birinchi daqiqalaridayoq, lekin u ofsayd sababli bekor qilindi. Undan keyin yana o'yinchimiz, ya'ni Eldor Shomurodov ajoyib golni amalga oshirdi va biz 1-0 hisobda oldinda edik. Undan so'ng Kongo Demokratik Respublikasi o'yinchisi gol urdi, u ham foul edi adashmasam yoki ofsayd sababli bekor qilingan edi. Milliy terma jamoamizni to'g'ri tushunish kerak, ular debyutant, birinchi bo'lib chiqqan jamoa. Cabo Verdechi deyishingiz mumkin. To'g'ri, Cabo Verdeni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Ispaniya bilan o'yinda 0-0 qayd etdi. Urugvay bilan 2-2, Saudiya bilan esa 0-0. 3 ochko bilan ikkinchi o'rinda guruhdan chiqdi. Ular bir chekkadagi orolda, Afrikadagi kichik joyda yashashadigan aholi edi. Deyarli ularga adashmasam 10 million aholiga yetmagan. Lekin bu yerda ham omadam rol o'ynab turadi. O'yinchilarimizga keladigan bo'lsak, darvozabonimiz sal ancha xatolarga yo'l qo'ydi, gollarni o'tkazib yubordi. Ayniqsa o'tgan Portugaliyaga qarshi o'yinda, shu o'tgan o'yinlarni eslab ketsak, ikkinchi tur Portugaliyaga qarshi o'yinda 5-0 yirik hisobda mag'lubiyatga uchragandik. Bu juda ham yirik hisob edi. Ancha-muncha xatolar bo'ldi. To'liq ustunlikni deyarli berib qo'ygan edik. O'yinda ham ancha-muncha xatolar bo'ldi, lekin unda Akmal Mazgavoy maydonga asosiy tarkibda tushmagandi, ammo Kongoga qarshi maydonga tushdi asosiy tarkibda, keyin o'yin tempini o'zgartirib yubordi. Birinchi o'yinga keladigan bo'lsak, Kolumbiyaga qarshi o'yinda ham biroz xatolarga yo'l qo'ydik. Gollarni o'tkazib yuborishda xatoga yo'l qo'ydi bizning vakillarimiz va 3-1 hisobda, xuddi shu hisobda Kolumbiyaga ham mag'lub bo'lgan edik. Lekin ular bilan teppa-teng kurash olib borgan edi bizning futbolchilarimiz. Keyin Abduqodir Husanovga keladigan bo'lsak, u uchun bu jahon chempionati sal omadsizroq kechdi. U klubda juda ham yaxshi o'ynadi, shunchaki gap yo'q. Bu yerda ham yaxshi o'ynadi, lekin sal ancha-muncha xatolarga yo'l qo'ydi. Bitta sariq kartochka ham oldi. Mayli, hech qisi yo'q. Keyingi o'yinlarda ko'ramiz. Asosan Osiyo Kubogida hali o'ylaymanki yaxshi natijalar qayd etishadi. Va bir amallab 2030-yilgi jahon chempionatiga ham chiqib olish kerak do'stlar. 2030-yilgi jahon chempionati ham bizga muhim hisoblanadi. Yaponiyani bilgan bo'lsangiz kerak, 1998-yil birinchi bo'lib jahon chempionatiga chiqqan ekan, undan keyin guruhda qolib ketgan va 2000-yildan boshlab juda ham rivojlanishni boshlagan, Osiyo chempioni bo'lgan. 2002-yildan boshlab to hozirgacha har bir jahon chempionati o'yinlarida ishtirok etib kelmoqda Yaponiya milliy terma jamoasi. Bir yillarda guruhdan qolib ketgan bo'lsa, bir yillarda 1/8 finalgacha chiqqan. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, ko'p milliy terma jamoalari mahalliy murabbiy boshqargan va chempion bo'lgan. 2022-yil Argentina, eslaysizmi? Argentinani Lionel Scaloni boshqarganda adashmasam, xuddi shu murabbiy, mahalliy murabbiy Argentinani hozirgacha boshqarib kelmoqda. Va xuddi shu yil ular chempionlikni qo'lga kiritishgandi, kubokni boshlari uzra ko'tarishgandi. Fabio Cannavaroning matbuot anjumanidagi fikrlarini eshitgan bo'lsangiz kerak, bu futbolchilarimiz hattoki men uchun ham tajriba bo'ldi degan gapni. Albatta do'stlar, bu tajriba bo'ldi, chunki birinchi marta chiqqanmiz biz. O'ylaymanki, keyingi yillarda albatta chiqamiz. Milliy terma jamoamizga baribir ishonamiz. O'yinni ko'rmaymiz deymiz, baribir ko'ramiz. Eng qizig'i do'stlar, o'zimizga qo'shib
Janubiy Koreya va Eron milliy terma jamoalarini ham olib ketdik. Ular bizgayam 2014-yil, 2018-yillarda ayrim vaziyatlarda bizga qarshi o'ynashgan degan gaplarni eshitganman. Qaytarib o'ynaydigan gap bor do'stlar. Bunga mayli qaytmaganimiz yaxshi. Tarkibga keladigan bo'lsam, men o'zi darvozada bu 3-o'rin o'yinda Nematovni emas, Ergashevni tushadi deb o'ylagandim, lekin Nematovni maydonga tushirdi. Cannavaro ishlari bo'yicha o'zi uchun yaxshi darvozabonni adashmasam Nematov deb ko'rgan ekanlar. Shu gaplarni aytibdi. O'tkir Yusupov ham yaxshi, u bizni jahon chempionatiga olib chiqdi degan bo'lsangiz, albatta bu to'ppa to'g'ri. Lekin u payti Cannavaro kelganda o'yinchimiz jarohatda edi, o'zini ko'rsatishga ham uncha ulgurmadi, lekin uni qanday o'yinchiligini bilamiz. Endi bu yoqga guruh bahslari yakunlandi. Endi juda ham qiziqarli o'yinlar bo'lib o'tadi. Bizni yutgan Kongo Demokratik Respublikasi endi 1/16 finalda Angliyaga qarshi o'yin o'tkazadi. Ko'ramiz bu o'yinlarni. Yana bir nechta ancha o'yinlar bor. Bu 1/16 finalda 32 ta jamoa va 16 ta juftlik o'ynashadi. Ulardan 16 tasi qoladi va 16 tasi esa chiqib ketadi. Men milliy terma jamoamizga negativ fikr bildirishni xohlamayman do'stlar. Chunki bu birinchi bizning harakatlarimiz edi. O'ylaymanki, keyingi mundiallarda yangi yoshlarimiz chiqib, bizni yana jahon chempionatlariga yetaklashadi. G'alabalar uchun olib chiqishadi. Bu albatta keyingi avlodning ishi. Hozirgi o'yinchilarimiz ham yaxshi, yomon emas. Lekin baribir ko'pchiliklarning yoshi katta bo'lib qolgan. Endi Osiyo Kubogiga tayyorlanish kerak. Menimcha Cannavaro ham aynan e'tiborni jahon chempionatiga emas, Osiyo Kubogiga qaratgani bo'lsa kerak. Osiyo Kubogi 7-yanvardan 5-fevralgacha 2027-yil bo'lib o'tadi. Biz esa B guruhdan joy olganmiz. Shimoliy Koreya, Bahrayn hamda Iordaniya milliy terma jamoalariga qarshi maydonga tushamiz. Agar biz guruhni 1-o'rinda yakunlasak, C guruhda Eron milliy terma jamoasi bor, u ham 1-o'rinda yakunlasa, katta ehtimol shu ikkala jamoa bir-birlariga qarshi tushishi mumkin. Bu o'yin chindan ham juda ham qiziqarli bo'ladi. Hali Osiyo Kubogigacha ancha vaqt bor do'stlar. Ungacha o'ylaymanki, o'yinchilarimiz yaxshi tayyorgarlik ko'rishadi. Ancha yo'qotishlar ham bilindi. Osiyo Kubogigacha Alqulov, Mashariplar qaytishsa juda ham yaxshi bo'lardi. Sog'lik tilayman. Menimcha eshitishim bo'yicha Osiyo Kubogidan ham oldin biz FIFA kunlarini o'tkazamiz. Adashmasam 2 ta yana o'rtoqlik uchrashuvi o'ynashsa kerak. O'zi hozirda iyun oyida bo'lib o'tgan o'rtoqlik uchrashuvlari va undan oldingi uchrashuvlarga e'tibor bersak, 4 tasida O'zbekiston g'alaba qozongan, ya'ni Gabon, Venezueladan oldin 2 ta milliy terma jamoani mag'lub etgan edi. Undan keyin iyundagi yig'inlarimizda 2 ta milliy terma jamoaga mag'lub bo'lishgan va undan so'ng 3 ta o'yinda ham mag'lubiyatga uchrashdi. Undan oldin 4 ta g'alaba bo'lsa, ana endi 5 ta mag'lubiyat. Balkim buni ham orqasida nimadir bordir, ko'ramiz. Balkim keyingi yillar omadimiz kelib qolar. Osiyo Kubogini ham yutarmiz nasib. Endi bu yo'g'iga deyarli aytsak ham bo'ladi, yoshlar o'ynash kerak. Chunki ko'p o'yinchilarning yoshi katta, bilasiz, katta bo'lib qolgan, lekin oldingi davrlarda ular, ya'ni oldingi yillarda juda ham faol o'ynab, yaxshi o'ynab kelishgan. Hozirgacha ham yaxshi o'ynayotgan, formasini yo'qotmagan o'yinchilarimiz ham bor yetarlicha. Lekin baribir Osiyo Kubogiga yoshlarni ham olib ketish kerak. Chunki ular ham baribir kerak bo'lib qolishi mumkin do'stlar. Endi bizni juda ham muhim uchrashuvlar kutmoqda. Braziliya hamda Yaponiya o'rtasidagi o'yin. Deyarli jahon chempionatida adashmasam 2 ta Osiyo jamoasi qoldi, Yaponiya hamda Avstraliya.
Osiyo jamoasi bo'lmasa ham deyarli Osiyoga yaqin davlat hisoblanadi. Undan keyin esa Afrika milliy terma jamoalaridan naq 9 tasi chiqdi. Bitta Tunis qolib ketdi. Qolgan hammasi chiqdi. Kongomi, Ganami hisosi hamma shu qatnashgan Marokash, Misr deyarli hamma 9 ta jamoa chiqdi. Eng ko'pi baribir Yevropa jamoalari, Amerika jamoalari ham bor, Argentina, Braziliya. Endi bu o'yinlarni mazza qilib, zavqlanib tomosha qilamiz do'stlar. Baribir milliy terma jamoa bilan jahon chempionati umuman boshqacha tuyulganda, endi sal bo'lsa ham boshqacharoq. Chunki endi bizning milliy terma jamoamiz emas, boshqa kuchlilar o'yin o'tkazishadi. Portugaliyani ko'rgan bo'lsangiz kerak, qiyin tomonga tushib qoldi. Bu degani Argentina oson tomonga tushgani degani emas. Endi ular bir-birlariga qarshi to'qnash kelishmaydi, balki finalda to'qnash kelishar. Bu uchrashuvni albatta kutamiz. Ronaldo va Messi o'rtasidagi o'yin do'stlar. Qisqasi, videoni shu joyda yakunlasak, milliy terma jamoamizdan men to'g'risini faxrlanaman. Fabio Cannavaroga balkim imkon berish kerakdir. Chunki uncha ko'p murabbiylarimiz terma jamoa bilan ko'p qolishmadi do'stlar. Temur Kapadze, Katanes juda ham yaxshi ishlar qilishdi. Olimpiadaga olib chiqishdi, jahon chempionatiga olib chiqishdi. Ularga ham shunchaki qoyil, rahmat aytgan bo'lar edim. O'yinchilarimizga ham albatta rahmat. Omad tilaymiz, doim sog' bo'lib maydonlarda bundan ham zo'r o'yinlarni ko'rsatishsin, kayfiyatda tushirmasdan, ruhiyatda tushirmasdan, muhimi qo'rqmasdan o'ynash kerak. Men milliy terma jamoamizga oxirigacha ishonaman. Hali nasib qilsa Osiyo Kubogini yutamiz. Osiyo Kubogini yutmaganimizga ancha bo'lib ketdi. 1996-yil Osiyo Kubogini yutgan ekanmiz. Milliy terma jamoamizga omad tilaymiz do'stlar. Kanalimga obuna bo'lib, videomga like bosib qo'yishni unutmang. Albatta fikrlaringizni yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.